Studiyamizda Miraziz. Birinchilardan bo'lib bu yerda yuridiskiy xizmatlar ko'rsatish. 16 yildan beri Dubayda yashash o'zi katta bir mashaqqatsiz bo'ladi. Challenge-da. Pressing deydi, ko'tara olmaydi. Kimgadir O'zbek tilida xizmat ko'rsatish. SNGga xizmat ko'rsataman deng. SNG o'zimizni tarafli bolalar ekan deb turib ishonch ko'proq bo'ladi. Nima deydi? Yarimta gapidan tushunamizda o'sha. Nima demoqchi bo'lganda? Aytgan gaplarimni hech kim bilmasin deydi. Oramizda qolaversin deb. Dubay ko'chmas mulk sotib olgan investorlar uchun rezidentlik vizasi, golden viza olish jarayoni qanday kechadi? Shu talabni olib tashladi. Ya'ni golden viza 10 yillik viza olish uchun necha foiz to'lash kerak? sertifikat собственности beradi. Pulni to'liq to'lamagan bo'lsangiz ham 10 yillik viza olsangiz bo'ladi. Shu zonalar bor, free zone deb qo'yadi. U yerda ayrim bir soliq tomonidan, kompaniya registratsiya tomonidan yengilliklar bor. Londa qilib aytganda, misol uchun o'sha kompaniya egasi misol uchun olamdan o'tdi. Zavishaniya qilib bolalariga qoldirganda o'sha kompaniya yozilgan bo'lishi kerak, proporsional kimga qancha o'tadi? Bugun studiyamizda Miraziz, ya'ni bu yigitimiz asli Qirg'izistondan, lekin o'zi o'zbek. Shuning uchun bugungi podkastga chaqirdim. Miraziz, xush kelibsiz. Rahmat. Xursand bo'lamiz, xudo xolasa. Savollarga iloji boricha nima deydi, yorqinroq javob berishlikka. Rahmat sizga ham. Yaxshi. Miraziz, o'zingiz haqida ozgina aytib bering. Men aytib o'tganingizdek o'zi asli Qirg'izistondanman. Dubayda 16 yildan beri yashab kelaman. Birinchilardan bo'lib bu yerda yuridiskiy xizmatlar ko'rsatish faoliyatida biz regiondan birinchilardan bo'lib kelganman Dubayga. Shu paytdan beri shu yuridik xizmatlar sohasida ishlab kelamiz. Hozir o'zimning firmam bor. Komandamizda 30 dan ortiq odam ishlaydi. Shu yuridik masalalar bo'yicha firma ochish, uy olib sotish, soprovождениесі, o'sha hamma nimalarni xizmat ko'rsatamiz. 16 yildan beri Dubayda yashash o'zi katta bir mashaqqatsiz bo'ladi. Hamma ham Dubayda shuncha ko'p yasha olmaydi. Chunki Dubay bilasiz, o'ziga yarasha talablari bor. Hamma ham bunaqangi haligi pressing deydi, ko'tara olmaydi. Kimgadir yoqadi. Ko'pchilik tez ketib qoladi, qaytib ketib qoladi. Tez ketib qoladi, to'g'ri. Endi to'g'ri, siz o'sha menimcha o'zbekcha gapiradigan kompaniyadan birinchi menimcha siz bo'lsangiz kerak. Men ko'rganim yo'q boshqa odamlar yuridический xizmat qilganini. Shuning uchun sizni chaqirdik endi bugun. Bo'ldi. To'g'ri, haligi nima deydi, o'zbek tilida xizmat ko'rsatish nimasi aytganingizdek, biz firmamiz menimcha yagona demasam ham shu bir sanoqlilardan bittasi. Endi ko'proq rus tilida xizmat ko'rsatamiz. Endi biz ham rus tilida xizmat ko'rsatamiz Rossiyadan kelgan klientlarga. O'zbek tilida ham. SNGga xizmat ko'rsataman deng. SNGga hamma tilda xizmat ko'rsataveramiz. O'zbek tili, qirg'iz tili, qozoq tili, rus tili ish qilib. Yaxshi. Shunaqa kompaniya bo'lgani juda yaxshi, chunki bunaqa kompaniya menimcha yo'q ham, ko'rganim yo'q shu paytgacha. Shuning uchun yaxshi, bu unaqa xizmatinglar menimcha juda ko'p odamga ma'qul keladi. Endi masalan, mana shu biz tomondan kelganlar bizni ko'rib turib, o'zimizni tarafli bolalar ekan deb turib ishonch ko'proq bo'ladi. To'g'ri aytasiz. Chet elliklar bilan ishlaganga nisbatan o'sha ko'proq ishonib, haligi muammolarini ham bunday ochiqroq aytib, shunaqa sal yaqinroq ishlashadi-da. To'g'ri, chunki odam o'zining tilida osonroq tushuntirib beradi. Yezikovoy baryer deydi-ku, misol uchun ingliz tilida bo'lgan taqdirda ham balkim odam qiynalishi kerak. O'zini rus tilidan, o'zbek tilidan yo o'zining qirg'iz, qozoq tilidan menimcha osonroq bo'ladi ularga tushuntirish. Osonroq bo'ladi, mentalitet tomonidan osonroq. Haligi nima deydi, yarimta gapidan tushunamizda o'sha. Nima demoqchi bo'lganda? Yaxshi.
Xo'p, bo'lmasam Haligi nima bor-u, senga aytgan gaplarimni hech kim bilmasin deydi. ha, yaxshi. Endi shunaqada endi. Etikada. Hali ko'p nimada hali bu ayniqsa biz tarafdan kelgan klientlar bilan bo'ladi. Hali gapni boshlanishi, aka shu gapimiz oramizda qolaversin deb. Shu odamlar uchun agar nima bo'lsa, ayni o'sha orada qolish uchun. Bu o'zi aslida bunga bir sabab bo'lmasligi ham mumkin, lekin odat bo'lib qolganda. Biz taraflar haligi nima deydi, ko'zga ko'rinmasdan shuni ko'proq nima ko'rishadi, xush ko'rishadi. Juda yaxshi. Shunaqa kompaniya o'zi kerak edi. Xo'p, bo'lmasam keling, sizga birinchi savolim beray. Shu rezidentlik vizasi haqida savolim. Dubay ko'chmas mulk sotib olgan investorlar uchun rezidentlik vizasi, golden viza olish jarayoni qanday kechadi va buni asosiy talablari nimadan iborat? Endi rezident olish, ko'chmas mulk sotib olish orqali ikkita turi bor. Bittasi 2 yillik viza. Bu endi oddiy 2 yillik, bu golden viza deyilmaydi. Bu oddiy investorskiy viza deyiladi. Ikkinchisi bu golden viza, bu 10 yillik viza. Endi 2 yillik viza olishlik uchun oldin mana bir hafta oldin yangilik bo'ldi. Bir haftadan oldin uyni narxi, olgan uyingizni narxi 750 ming dirham. Ya'ni 200 ming dollar desak, grubada 200 ming dollar bo'lishlik kerak. Shunaqa talab bor edi. Hozir shu talabni olib tashladi. Ya'ni uyni narxi qancha bo'lishidan qat'iy nazar 2 yillik viza olsangiz bo'ladi. 2 yillik viza uyingiz narxi masalan 100 ming dollar bo'lishi mumkin, 150 ming dollar bo'lishi mumkin. Bu orqali siz 2 yillik viza olasiz. Endi golden viza 10 yillik viza olish uchun talab hali ham ashi oldingidek turibdi. Bu degani 2 million dirham bo'lish kerak uyni narxi. 2 million dirham endi masalan uni sirazu haligi birdaniga to'lashingiz kerak degani emas. Endi 2 million dirham bu 550 ming dollarcha. Buni masalan siz hali qurilayotgan uy olsangiz ham buni boshlang'ich nimasini to'laysiz. Necha foiz to'lash kerak? Endi bu nimaga bog'liq? Quruvchi kompaniyaga bog'liq. Kimdir 10% to'laydi, kimdir 20% to'laydi. Endi asosan 20% to'laganingizda haligi bizda qizil kitob deydi, qizil kitobini beradi. Ya'ni o'qut, shu uyga egalik hujjatini beradi. Sertifikat собственности beradi. U vizaga topshirish uchun shu dokument kerak bo'ladi. Shu dokument bo'lsa, u pulni to'liq to'lamagan bo'lsangiz ham 10 yillik viza olsangiz bo'ladi. Qanaqadir определённый застройщик hamma застройщик shunaqa qila oladimi? Asosan hamma застройщик. Asosiy endi uy quradigan asosiy застройщикlar hammasida bor. Emar, Nahil, Damak, Ellington hammasida kattaroq застройщикlarda bu. Kattaroq. Endi birarda bir mayda endi bozorga kirgan hali bir sistemada nima deydi, bir o'zini o'rnini olmagan застройщик bo'lib qolishi mumkin. Bular tekshirish kerak. Lutchi haligi maqsad golden viza olish bo'lsa, uy olishdan maqsad golden viza olish bo'lsa, застройщик hali tanilmagan bo'lsa, unda oldin so'rab ko'rish kerak. Shu uyni olsam, keyin men golden viza ola olamanmi deb turib, застройщикdan tekshirib olish kerak. Sababi birargilar kirmay qolgan bo'lishi mumkin u sistemaga. Agar siz Dubaydan uy sotib olmoqchi bo'lsangiz va golden viza olmoqchi bo'lsangiz, bu videoni обязательно ko'ring, like bosing, yaqinlaringizga yuboring. Hozir bundan ham qiziqroq savollar bo'ladi. Bo'lmasam yaxshi ketyapti javoblarimiz. Ikkinchi savolim, o'sha biznes boshlash uchun kompaniya formation. Agar meni misol uchun mijozim Dubaydan o'z kompaniyasini ochmoqchi bo'lsa, mainland, asosiy hudud, free zone,
erkin shu iqtisodiyot zonasi va offshore o'rtasida asosiy farqlar nimada va qaysi birini tanlash maqsadga muvofiq? Hmm. Endi qaysi birini tanlash bu faoliyatdan kelib chiqqan holda bo'ladi. Masalan, umumiy hammaga free zone, ya'ni shu zonalar bor, free zone deb qo'yadi. U yerda ayrim bir soliq tomonidan, kompaniya registratsiya tomonidan yengilliklar bor. Masalan, hammaga free zone to'g'ri keladi deyish ham noto'g'ri. Hammaga mainland to'g'ri keladi deyish ham noto'g'ri. Bu faoliyatdan kelib chiqqan holda qaror chiqarish kerak. Endi masalan, asosiy faoliyat shu Dubay bozorida, ichki bozorda savdo-sotiq qilish bo'lsa, unda mainland, ya'ni asosiy bozorda Dubayga ishlaydigan Dubay aholisiga. da, unda shu mainland kompaniya olish kerak. Maqsad chetki bozor bo'lsa yoki reeksport bo'lsa, masalan, bu yoqqa olib kelib turib, bu yerdan masalan boshqa davlatga chiqarish maqsadida bo'lsa, unda free zone to'g'ri bo'ladi. Offshore degan ham bor. Endi offshore hozircha borgan sari kamayib yo'qolib ketyapti. Oldin juda ham aktivni ishlatilgan kompaniyaning turi offshore. Endi hozir offshore asosan haligi nima deydi, holding qatori ishlatilyapti. Aktiv biznes yuritish uchun emas, ko'proq holding qatori. Masalan, kimdir uy olsa, o'zini nomiga emas, kompaniyaning nomiga olaman desa, unda offshore kompaniya ochib, offshore nomiga nima qiladi yoki bo'lmasam prosta shot ochib, pullarimni shu yerda ushlab turmoqchiman desa, unda ham shunaqa offshore ochib, offshore shotida ushlaydi-da. Lekin aktiv biznes yuritish uchun уже offshore ni variantda, bunday aytganda, u nimadan chiqib ketyapti. Haligi nima deydi, foydalanishdan chiqib ketyapti offshore То kompaniya. есть offshore hozir kamdan kam ishlatilyapti. Offshore kamdan kamda, sababi ko'proq manaqa bankovskiy tranzaksiyalar bo'lsa, offshore kompaniyani ko'proq banklar haligi ehtiyotroq bo'lib, sal qattiqroq tekshirib, shunaqada. Endi offshoreni nimaga unaqa desa, offshore bu endi qog'ozdagi kompaniyada. Buni masalan haqiqiy ofisi yo'q, haqiqiy ishchilari yo'q. Shu sababdan haligi oson bo'lganligi uchun, arzon bo'lganligi uchun ochishdi. Keyin bankda ishlatganda уже bank bunga sal strogiroq qaraydi. Tushunarli. Mana shu Dubayda o'sha 9% nalogi bor, misol uchun kompaniya ochsa. Mana shu 3 ta kompaniya ichida ochsa-da, misol uchun mainlanddami yoki offshoredami, free zonedami, qayerda u hamma o'sha 9% korporativ bir xilmi yoki har xilmi? 9% bir xil. Endi 9% bu foydadan. Foydadan. Bu оборотdan emas. Bu sof foydadan. Sof foyda ham $100,000 bo'lsa 0%. Bir yiliga. $100,000 ortgan foydadan 9% to'lanadi. Bu endi mainlanddagi kompaniyaga ham, free zonedagi kompaniyaga ham bir xil. Free zonada endi ayrim yengilliklar bor. Bu 9% ni 0% ga tushirish mumkin. Ayrim bir faoliyatlarga, unda ham hammasiga emas, ayrim bir faoliyatlarga u yerda shu 7 tacha o'zining talablari bor. 0% ga tushirishdi. Birinchidan asosiy nima? Kirim deydimi? Asosiy kirim tashqaridan bo'lishi kerak. То есть Dubaydagi biznesdan emas, tashqaridagi biznesdan bo'lishi kerak. 95% kirim shu yoqdan bo'lishi kerak. Ikkinchidan bu nimada free zone, mana free zone hududida haqiqiy ofisi bo'lishi kerak kompaniyaning, ishchilari bo'lishi kerak. Ya'ni faoliyatiga tegishli rasxodlar ham, haligi chiqimlar ham shu yerda bo'lishi kerak. Haligi kompaniya faqat nima deydi, ofisi yo'q, ishchisi yo'q, free zonada ishlasanglar 0% to'lashga haqqi bor degan nima noto'g'ri tushuncha. Free zonada to'g'ri soliqni 0 ga tushirsa bo'ladi, lekin talablar juda ham kuchli. Shularga javob berish kerak. Shu bitta narsani so'ramoqchi edim. Menga misol uchun o'sha faoliyatim bo'yicha kelib qoladi odamlar. Bir xil odamlar o'zining nomiga olmoqchi bo'ladi, kompaniya nomiga oladi o'sha.
ya'ni JAFSada ochadi, to'g'rimi? Shu JAFSada offshore bor-da. offshoreda ochadi. JAFSada. Xo'p, misol uchun ochishdan maqsad nima? O'sha JAFSada ochdi-yu yo o'z nomiga oldi. Nima misol uchun naqasi bor? Foyda tarafi bor. O'sha JAFSadan ochdik deylik, offshoredan. Endi kimdir o'zini nomini nima deydi, konfidensialniy saqlash uchun kompaniya registratsiya qilib, kompaniyaning nomiga ochish bo'lishi mumkin maqsadi. Yoki bo'lmasam yana bir boshqa maqsadi, aytaylik, bitta kompaniya, bitta nimani, uyni masalan bir necha kishi sotib olmoqchida. Hammamizni nomimiz haligi title deed, ya'ni o'sha hujjatda bo'lmasligi uchun kompaniyaga egalik qiladi o'sha hammasi. 10 ta odam, 15 ta odam. U kompaniyaning nomiga uy oladi. Hujjatda endi uyni haligi egalik hujjatida bitta kompaniyaning nomi turadi-da. Ya'ni bu udobstvo berganligi uchun, qulayroq bo'lgani uchun shu maqsadda ham ochishadi. Yana bitta tarafi, bu endi qanaqadir bir katta masalan oilalarda bular haligi strukturizatsiya qilganda, mol mulklarini strukturizatsiya qilganda, ular ham shu, ya'ni nima deydi, avloddan avlodga o'tish protsessini osonlashtirish uchun shunaqa yuridik strukturalar orqali nima qilishadi, egaliklarni. Shuning uchun u yerda ham kompaniya ishlatiladi, ega bo'lishlik uchun. Lo'nda qilib aytganda, misol uchun o'sha kompaniya egasi misol uchun olamdan o'tdi. Zavishaniya qilib bolalariga qoldirganda o'sha kompaniya yozilgan bo'lishi kerak, proporsional kimga qancha o'tadi? O'sha kompaniyani dolyalari shunaqa bo'lishi kerak-da. Yozilgan bo'lishi kerak, misol uchun qaysi bolasiga yo misol uchun ayoliga necha prosent o'tadi? Endi bu zavishaniyada yozsa bo'ladi. Masalan, shu kompaniyani uchrediteli olamdan o'tsa, u uchreditelni dolyasi masalan shuncha foizi masalan bola chaqasiga, shuncha foizi tam ayoliga yoki eriga shunaqa zavishaniyada yozib ketsa bo'ladi. Misol uchun oddiy zavishaniya qilib, misol uchun o'sha uyda egasi oddiy zavishaniya qilib bolalarga bo'lib bersa yoki kompaniyaga olib turib bo'lib bersa farqi bormi? Farqi bor. Nimasida farqi bor o'shanda? Endi qarang, kompaniyani nomida bo'lsa, endi kompaniya doim tirikda. Kompaniya ni faqat nima deydi, aksiyalariga ta'sir qiladi bu olamdan o'tsa, u aksiyalari nima bo'ladi? Распределение bo'ladi. Aksiyalar bo'linadi. To'g'ridan to'g'ri uyga egalik qilgan bo'lsa u odam olamdan o'tsa, уже bu uy arendaga ham berish, arendasini pulini olish, shu narsalar hammasi noqulaylik tug'diradi. Sababi odam olamdan o'tib, keyin uni nasledniklariga paka o'tmaguncha u muzlab qoladi hamma narsa. Tushunarli. Kompaniyaning nomida bo'lsa, bu uy nimasida, haligi уровенida uyni nimasi hech ta'sir bo'lmaydi-da. Ya'ni uyni egasi kompaniyaning shoti bor. Ya'ni nima yuritiraveradi, недвижимость управленияsi yuritiraveradi. Da. Paka aksiyasi bo'lishtirib, haligi nima qilib olguncha. Da. Menimcha bu juda ham katta o'sha misol uchun mablag'ga ega odamlarga to'g'ri keladi. Shunaqa. Biznesi to'xtab qolmaydi. Chunki bu ham qanaqadir bir necha yilga o'tishi cho'zilishi mumkin. Menimcha kompaniya bo'lgan yaxshi. Juda zo'r. Mana Dubaydan uy olmoqchi bo'lsangiz yoki yuridik maslahat kerak bo'lsa, albatta bizga murojaat qiling. Pastda nomerlarimiz bor. Xo'p, endi bo'lsa 3-savolimiz. Korporativ xizmatlar. Sizning kompaniyangiz biznes boshlayotganlarga qanday yordam beradi? Litsenziya olish, bank hisob raqamlarini ochish va soliq, tax accounting masalalarida qanday yengilliklar yaratib bera oladi? Bizni kompaniya haligi nima deydi, inglizchalab aytganda A to Z deydi-yu. A'dan boshlab shu alfabetda Ya'dan Ya'gacha A ya do ya-da, A do ya. Ya'ni boshidan oxirigacha to'liq xizmat ko'rsatamiz kompaniyalarga.
birinchi etap bu firmani ochish, undan keyingi etap учредительlarga, direktorlarga bu Emiratda yashash huquqini olish, rezidentskiy viza olish. Undan keyin shot ochish. Shot ochgandan keyin u firmani yurgizish, oyma-oy buxgalteriyasini yurgizish. Har kvartalda NDS bo'yicha nalog отчетlarini topshirish. Har yilda korporativniy nalog bo'yicha nalogoviy отчетlarini topshirish. Shu hammasi bizni xizmatlarga kiradi. Undan tashqari yuridik masalalar bo'yicha, masalan, ishchi olyapti, uni kontraktlari, ishchini chiqarsa, unga ketadigan hujjatlar, kim bilandir savdo-sotiq qilyapti, oldi-sotdi yoki servis, bularning kontraktlari, shu hamma narsani biz olib boramiz. Yaxshi, значит, bitta joyga kelsa one stop shop deydi-yu. One stop shop. Bitta joyga kelasiz, hamma muammolarni hal qilib berar ekansiz. Hamma muammolarni hal qilamiz. Faqat sudебный ishlardan tashqari. Sudебный ishlarga yordam beradigan kompaniya bormi? Biz hali nima deydi, muammoga kiritmaslikka harakat qilamiz. Yaxshi. Albatta, haligi boshqa partnyor firmalarimiz bor, sudебный ishlar bilan ishlaydigan. Ya'ni ular bilan birga ishlaymiz sudебный masalalar bo'yicha. Lekin biz o'zimiz aslida faqat shu korporativniy tomoniga ko'proq nima qilganmiz, e'tibor bo'lganmiz. Men o'zi avval shu Dubayga birinchi kelib karyeramni boshlaganimda shunaqa sudебный ishlar bilan shug'ullanadigan firmada ishlaganman. 4 yilcha shunaqa firmada ishlaganman. U bo'yicha ham opitim yetarli, haligi bu endi hamma yerda bo'lsa kerak, Dubayda emas. Anaqa yurist bo'lsangiz, er-xotin urushib qolsa ham sizga murojaat qilaveradi-da. Yurist bo'lsangiz hamma narsani tushunishingiz kerak-da. Endi odamlar universal. Shuning uchun haligi kelayotgan zaproslar, kelayotgan savollar, shular bilan doim baribir boshqa направленияларда ham nima qilib turamiz, haligi kirishib turamiz-da. Bizda ham shunaqada real estate olmoqchi bo'lgan odam qanday viza olsam bo'ladi deydi, qanday bankdan olsam bo'ladi. Biz ham o'sha направление sizlarda hammasiga переплетается deydi, o'shalarni bilishimiz kerak biz ham. 360 gradus bilishinglar kerak-da, hamma nima bo'yicha. Shuning uchun kelgan odam полный informatsiya oladi. Shuning uchun ham mana shunaqa podkastlar qilamiz, shu odamlar kelsin, birda joyga kelib, srazu hamma savollarga javob topsin deb. Da, shunaqa. Endi Dubayda o'zingiz bilasiz, mana odam kelganda yo realtor bilan boshlaydi hayotni yoki yurist bilan boshlaydi bizga o'xshaganda. Bizga kelsa biz sizlarga jo'natamiz, haligi недвижимость masalalari bo'yicha sizlarga kelsa yuridik masalalar bo'yicha bizga jo'natasizlar. Ya'ni o'zimiz hamma narsani bilmasak ham haligi network bor-da, направить qilganida. To'g'ri aytasiz. Shunaqa qilib bir-birimizga yordam beramiz-da. Xo'p, 4-savol. Mana shu доверенность hozir juda ham o'sha aktual narsa, mana bilasiz, yaqinda men o'zim ham bitta klientlarimga yordam berdim, chunki ular kela olmadi. Mana shu situatsiya bo'yicha kela olmadi. O'zim o'sha доверенность oldinda haligi uy sotishda sotuvchini ham, uy sotuvchini ham представлять qildimda, o'sha сделкani qildim. Shuning uchun bu juda ham kerak. Bizni firma orqali oldingizmi? Yo'q, boshqa kompaniya orqali oldik, bilmagandim. Endi bilaman. Endi bilaman. Shuning uchun bu narsa juda ham востребован narsa, chunki ko'p odam o'ylaydiki, shu Dubayga agar kelolmasa uy ola olmayman. Bu bunaqa emas. Dubayga kelmasdan ham uy olsangiz ham bo'ladi, sotsangiz ham bo'ladi. Men bu ishda o'zim ham qilganman. Mana Abdulazizga aytamiz, hammasini по полочкам tushuntirib beradilar. Da. Shuning uchun bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Xo'p. O'sha доверенность bo'yicha keling, shuni savollar aytaymi sizga. Доверенность orqali onlayn ishonchnoma rasmiylashtirish jarayoni qanday ishlaydi? Dubayda bo'lmagan investor o'z nomidan mulk sotib olish yoki sotish uchun qanday qilib доверенность berishlari mumkin? To'g'ri aytdingiz. Doверенность o'zbekchasiga vakolatnoma bo'lsa kerak, adashmasam. Menimcha ishonchnoma, vakolatnoma. Доверенность. Arabchada vakala deydi-da. Vakala. Shuning uchun
bilaman o'zbekchada ham so'z bor, vakolatnoma desak Da. kerak yoki ishonchnoma siz aytgandek. Bu yerda Dubay shu Coviddan keyin ayniqsa bu nima deydi narsa shunaqa imkoniyat paydo bo'ldi. Доверенностьni onlayn qilsa bo'ladi. Ya'ni u odam qayerda bo'lsa ham nimasi yo'q, farqi yo'q. Доверенность orqali uy sotib olsa bo'ladi. Uy sotsa bo'ladi. Uyini upravleniyasi kimgadir topshirsa bo'ladi. Ya'ni kimdir arendaga berib, arendasini olib, har xil servislar kerak bo'lsa uyga, remont, shunga o'xshagan narsa, hamma narsani доверенность orqali qilsa bo'laveradi. Endi oldin odam tashqarida bo'lsa, u yoqqa notariusga borib, uni keyin legalniy перевод qildirib, keyin MITdan pechat olib, posolstvodan pechat olib, shunaqa uzoq protsess edi. Hozir bu juda ham tez 1-2 kunlik protsess onlayn bo'ladi, доверенность video orqali verifikatsiya bo'ladi. Bu bilan bizni ham firma shug'ullanadi. Bizda firmamiz bor. Bu sohada biz birinchilardan shu Dubay bozorida shunaqa davlat shunaqa imkoniyat yaratganda biz birinchilardan bo'lib boshlaganmiz bu xizmat ko'rsatishda. Доверенностьlar bilan shug'ullanadi. Har xil situatsiyaga. Yaxshi. Juda ham zo'r. Yana bitta aktualniy savollardan biri, misol uchun 5-savol, yuridik va moliyaviy xavfsizlik. Dubayda biznes qilayotgan yoki mulk sotib olayotgan chet elliklarga eng ko'p yo'l qo'yadigan yuridik xatolar nimalar va ularning oldini olish uchun nimalarga e'tibor berish kerak? Masalan, misol uchun AMLda pul yuvish qarshi kurashish talablari. Endi asli bu yerda nima deydi? Endi Dubay ochiq bozor endi, masalan, har xil odam keladi. Har xil niyatda keladi. Davlat sistemani nima deydi, yildan yilga mukammallashtirib, yaxshilab, shunaqa haligi nima deydi, firibgarlarga aldanib qolmasligi uchun juda ham ko'p ishlar qiladi. Baribir firibgarlar bor. Moshenniklarda endi buncha aytganda. Shuning uchun haligi kimdir notanish odamga to'g'ri kelib qolsa, shu aldanib qolganlar ham bo'ladi. Shuning uchun ishonchli odam bilan ishni boshlash kerak. Litsenziyasi bor, masalan, uy sotib olmoqchi bo'lsa, litsenziyasi bor brokerlar bilan ishlash kerak. Ya'ni u broker litsenziyasi bor degani u broker qaysidir nimada javobgarligi bor. U litsenziyani olishda ham o'zining talablari bor. Qaysidir firma bilan bog'langan. Brokerni mas'uliyatlari bo'yicha kurslar olgan. Agarda u mas'uliyatidan chetga chiqsa, unga yarasha shtraflari bor. Shunga o'xshagan nimasi bor. Shuning uchun kim bilan ishlasa ham, broker bilan ishlasa, litsenziyasi bor broker bilan ishlash kerak. Yoki bir qaysidir firmalar bilan ishlasa, ularda ham litsenziyasini surishtirib, haligi endi tanimagan bo'lsa demoqchiman-da, tanisa, kimdir rekomendatsiyasi bilan kelsa, unda boshqa gap endi. Shuning uchun firibgarlarga ham uchrab qolganlar bo'ladi orada. To'g'ri. Protsesslar, uy olish jarayoni, sotish jarayoni hammasi zo'r yo'lga qo'yilgan. Faqat odam o'zini huquqini bilsa, protsess to'g'ri qanaqa bo'lishligini bilsa, aldanmaydi. Shu bilmaganlar aldanib qoladi. Bu bitta masala. Ikkinchi masala bu mana shu pul yuvish bo'yicha deb aytdingiz. Endi Dubay mana shu oxirgi yillarda, mana 2018-yildan sezilarli ravishda bu narsa kuchaytirib borildi. Pul yuvishga qarshi qonun qoidalar juda ham ko'p kirgizildi. Shuning uchun endi masalan ko'p haligi bizda masalan nalichka bilan ko'p ish qiladiganlar bo'ladi-da. Ularga endi ozmoz qiyinroq bo'lib qoldi masalan. To'g'ri. Nalichka bilan kelib uy olish yoki shunaqa nimalar.
yoki bo'lmasam pulini источникini isbotlab berish kerak. Происхождение Price deydi. xarajlaniyasini qayerdan kelib chiqdi? Masalan, men mana biznesim bor, shu biznesim orqali mana ishlayman, shuncha topaman deb turib o'sha narsalarni isbotlab berish kerak. Am, Isbotlamasa, unda u pulini qabul qilmashi mumkin. Banklar ham qabul qilmashi mumkin, и застройщик ham qabul qilmashi mumkin. Chunki bankda ham, застройщикlarda ham nimasi bor, o'zini haligi vazifasi bor, mas'uliyati bor, toza pul olishlikka. To'g'ri. Ha. Totnovание денег bo'lmasligi kerak-da. Ha, shunaqa. Yaxshi. Yana bitta savolimiz, ko'chmas mulk oldi sotdi. Property convincing. Sizning kompaniyangiz ko'chmas mulk oldi sotdi jarayonida xaridor yoki sotuvchining manfaatlarini qanday himoya qiladi? Bu endi mana shu hozirgi javobimga tegishli nima bo'ladi? Mana shu aldanib qolmasligi uchun shunaqa yuridik xizmatlardan foydalanib sotib olganim yaxshi. Sotayotganda ham yaxshi. Sababi biz yo'l yo'rig'ini bilamiz, protsessni bilamiz, qayerda risk borligini bilamiz. Shu joylarni tekshirib, haligi sotuvchi ham yoki sotib olayotgan odam bo'lsa, klientimiz, shularni biz himoya qilib, haligi risk joylaridan ogohlantirib, shunaqa qilib yordam beramiz jarayonda. Yana boshqa tomondan, masalan, biz bilamiz qaysi застройщикlarga ishonsa bo'ladi. Qaysinga ishonsa bo'lmaydi. Kim cho'zib yuborishi mumkin. Nimani? Qurilishni. Shu tomondan ham biz aytib beramiz. Endi bu ko'proq sizlarning ham ishinglar, realtorlar ham aytadi buni. Lekin ko'p hollarda realtor aytmasligi ham mumkin. To'g'ri, realtorga ham bog'liq-da. Qanaqangi nima deydi, qanaqangi kvalifikatsiyasiga bog'liq-da. Hamma realtor ham bila olmaydi. Da. Kvalifikatsiyaligi nima deydi, vijdoniga-da, birodarlar qaysidir yangi bozorga kirib kelgan quruvchi realtorga ko'p komissiya beraman degan bo'lishi mumkin. Ya'ni realtor komissiyaga qiziqib turib, o'zi ishonmasa ham sotib yuborishi mumkin. Uni holatlar ham bo'ladi. Endi bu sizga tegishli emas. Bozorda uzoq ishlab, haligi uzoq plan, uzoq nima bilan ishlab yurganlar biladi. Sababi ertaga va klientingiz oldida uyni arendaga berishingiz kerak ekan olib. Ya'ni haligi qisqa muddatga kelgan realtorlar ham bo'ladi-da, yoki yangi ishga kirgan realtorlar bo'ladi. Bu joylarda ehtiyot bo'lish kerak-da. To'g'ri aytasiz, chunki agar bu umuman bu Dubayga kelib ishlamoqchi bo'lsang, to'g'ri ishlagan ma'qul. Birinchidan bu karma deydi-yu, kimgadir yomonlik qilib qo'ysang, o'sha qaytib keladi va qaytar dunyo. Ikkinchidan, agar umuman bu Dubay bozorida ishlamoqchi bo'lsang, uzoqni ko'zlash kerak, chunki bu narsa yana qaytib keladi. Birinchi sotsang, servis ko'rsatsang, odam norozi bo'lsa, baribir ta'sir qiladi menimcha. To'g'ri ishlaganga yetmaydi-da. Halol pul topgan ma'qul. Shunaqa. To'g'ri. Xo'p, bo'lmasam oxirgi savolimiz. Biznesni kengaytirish va himoya qilish haqida. Dubayda faoliyat yuritayotgan kompaniyalar o'z bizneslarini qanday qilib qonuniy himoya qilishlari mumkin va bunda korporativ tuzilmalarning o'rni qanday? Endi Dubayda qonun qoidalar yaxshi yo'lga qo'yilgan. Bizneslarda himoyasi u tomonlardan, ya'ni qonun qoida juda ham yaxshi ishlaydi. Судебный sistema ham masalan kim bo'lishidan qat'iy nazar, kim bilan sudlashyapsiz, hammaga bir xil nima qiladi, qaraydi. Faqat kompaniyalar o'zi boshidan to'g'ri nimani tanlash kerak, yuridik strukturani tanlash kerak, faoliyatidan kelib chiqqan holda.
masalan, bizda ko'pchilik bo'ladi. Masalan, keladida, masalan, Frizon kompaniya yaxshi ekan, shuni yaxshi deb eshitdim. Nalog to'lamayman ekan deb turib, shoshilib turib, Frizon kompaniya registratsiya qilib oladi. Lekin u masalan, endi kompaniya registratsiya qilish bu yerda ham rasxodlari masalan, O'zbekiston yoki SNGga nisbatan ancha balandda. Ya'ni 10 ming, 15 ming dollar rasxod qilib, kompaniyani registratsiya qilib, vizalar olib, shot ochib, keyin faoliyatni boshlayman deganda, tushunib yetadiki, bu kompaniya noto'g'ri. Bizda masalan shunaqa holatlar bo'lgan, kimdir shu Dubay bozorida mashina sotaman degan maqsadda kelgan. Amerikadan, Koreyadan mashina olib kelib, Dubay bozorida sotaman deb maqsadda kelganda, kimdir tavsiya qilgan, Frizondan ochsang arzon bo'ladi, oson bo'ladi, keyin 0% nalog to'laysan degan nimada yaxshi tekshirmasdan shunaqa ochib olgan Frizon. Endi Frizon kompaniya bilan ichki bozorda savdo qila olmaydi. Shuncha rasxod qilganda, oxiri haligi noto'g'ri strukturani tanlab qo'yganini tushunib, keyin shunda bizni oldimizga shu paytda kelib shunaqa bir aytish berdi. Keyin biz shunda aytdik-da, bu strukturani boshidan to'g'risini tanlash kerak. Unaqa qiziqib bu shu struktura yaxshi ekan deb haligi quruq so'zga ishonib ketib qolmaslik kerak. Asosiysi shu, boshidan to'g'ri struktura tanlansa, faoliyatga qarab turib, undan keyin ishingiz yaxshi ketaveradi. Keyin yana bitta narsa, endi bu yuridik finansiy nima maslahat desa ham bo'ladi. Dubaydagi rasxodlarni ko'pchilik nima deydi, недооценивать qilib qo'yadi. Shuning uchun endi bu Dubay haligi katta shahar, juda ham raqobat kuchlik. Shunga yarasha haligi rasxod ham nima deydi, chegarasi yo'qda. Shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak. Boshda boshlaganda kichikroqdan boshlagan yaxshi. Haligi birdaniga kelib turib, men shu bozorda egallab tashlayman deb kelganlar haligi million pul bo'lsa ham yetmasligi mumkin. Sababi bozorda tushunib, pog'ona rivojlanib, keyin haligi kompaniya уже bu yerda to'liq tushungandan keyin уже kengaysa bo'ladi. To'g'ri aytasiz. Menimcha shu nima ish qilsang ham haligi specialistlar maslahat qilgan ma'qul. To'g'ri. O'zbekchada bor, chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin. Shuning uchun menimcha to'g'ri, shu kelib turib izначально nima maqsadda kelgan, nima qilmoqchi, o'sha sizga misol uchun обращаться qilib menimcha qilsa, o'shanda to'g'ri boshlanadi, lishni rasxod qilmagan bo'ladi-da. To'g'ri. Keraksiz kompaniya ochib olib, ancha rasxodga tushib, faoliyatini boshqara olmay, boshlay olmay, vaqt o'tkazib, pul yo'qotib, в общем, Skupoy platir dvash deganda to'g'ri. Shunaqa. Ya'ni tanish bilishga emas, real specialistga murojaat qilsangiz, menimcha hech qachon siz yo'qotmaysiz. Tanishlarga ishonish kerak, lekin specialistni maslahat qilgan ma'qul. To'g'ri. Abdulaziz, katta rahmat kelganingiz uchun. Rahmat sizga ham qiziqarli. Xursand bo'ldim. Juda ham qiziqarli savol-javob bo'ldi. Savollar ham juda ham keraklik. To'g'risi menga yuborgandingiz savollarni o'qimagandim. Endi men shunaqa nimada keldim, haligi как есть boricha gaplashamiz, boricha haligi prozrachno hamma narsani tushuntiramiz deb unaqa tayyorlanmadim ham, sababi bu уже praktikada hosil bo'lib qolganda bu javoblar. Значит, то есть nima deydi, siz buni не то что там tayyorgarlik ko'rgansiz, bu har kuni qiladigan ishingiz endi bu. Shunaqa. Shu endi bu masalan podkastlar ingliz tilida ham ko'p qilamiz. Shu savollar ko'p bo'ladi. Shuning uchun haligi bir qator bunday tez qaradimda, ha bo'ldi, bu o'sha asosiy kerakli nimaga odamlarga juda ham kerakli savollar. Bularga javoblar ham уже nima deydi, ko'p klientlarga konsultatsiya berganda ham gapiradigan narsalar shular. Shuning uchun juda ham foydali bo'ldi degan umiddaman. Endi bunga nimalar baho beradi albatta ko'ruvchilar.